Shoshilinch xabar. 21-oktyabr kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 2-7 daraja, kunduz kuni 18-23 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 5-10 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 6-11 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 25-30 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 5-10 daraja, kunduz kuni 21-26 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Respublika bo'yicha shamol tezligi 7-12 metr sekund tezlikda esadi.